Endi o'zganing tanaffus e'lon qilamiz. O'zimizni jamoa bilan Jizzax viloyatining Forish qishlog'iga tashrif buyurganmiz. Eksklyuziv videolarni ko'rishni xohlasangiz, davom etamiz. Wow, dis xolos, boshqa narsa emas. Ko'ramiz. Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Quchoq gullar tergani. Naqadar senga bergani. To'g'risi, men ko'p joyda sayohatda bo'lganman. Ko'p manzillarni ko'rganman, lekin bunaqa Forish qishlog'idagi tabiatni guvoh bo'lmagandim. Zo'r kino bor. Mashhur o'sha qo'shig'i bilan eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Haqiqatda Nortoyda qishlog'i juda go'zal edi. Yaxshisi bir kelinglar. Imkon bo'lsa bahor oyida kelsanglar, bu go'zalligini yana ko'rishga. Tomosha qilinglar buni. Qanday aytib bergansan? Nortoy, Toshkentga boramizmi? Ama rosti ham bergan vertolyotda uchib kelganda rost ekan achib paytlarda. Ketaman dedim, ketaman. Men Toshkentga ketaman. Yo'q, men Forijga ketaman. Qishloqdagi tengdoshim. Omonmisiz? Doimgidek quyoshni ajib tarovatini ko'rib, undan zavq olib, bugungi kun uchun kuch olib, mahallani to'yiga tushib ketayotgan ayollar qatorida bo'lsangiz kerak ekan. Hurmatli kanalimiz muxlislari, Jizzax viloyati aynan Qoratosh degan bir ajib maskan bor va buni siz kinoda ko'rgansiz. O'sha Qoratosh mana yuqorida demak o'zini salobatini bizga ko'rsatyapti. Qishloqdagi bir do'stimiz ozgina Qoratosh haqida ma'lumot beradi. Do'stim, siz bu yerda ulg'aydingiz, katta bo'ldingiz, qishlog'ingiz, uni tarixi haqida ozgina ma'lumot bering. Assalomu alaykum, hurmatli ustozimizning obunachilari. Bugun qishlog'imizga do'stimizning, ya'ni Andijon viloyatidan tashrif buyurgan mehmonlar mavjud. Ularni shu qishlog'imiz tarixi bo'yicha ozgina ma'lumot beramiz. Qishlog'imiz ajib bir tog'larning yonida joylashgan, Qoraxon deb nomlanadi. Bu qishloqni asosiy Qoraxon deb nomlanishiga sabab ana shu tosh hamda bu orqadagi toshdan qadimda urush bo'lgan paytda yovlar bu yoqqa bostirib kela olmagan. Shu sababli bularni yenga olmaymiz. Bular Qoraxoniylarga o'xshash ekan deb, ya'ni tarixda Qoraxoniylar uncha yengilishmagan. Shu sababli bu yerga, bu qishloqqa Qoraxon nomini berishgan ekan. To'yga kelmaganlar armon narsa. Bu haqiqiy Oruz toshi. Men olarsiga gap yo'q. Gap yo'q. Atmosfera zo'r. Kelib mehmon bo'lish kerak xolos. Qo'y, qishloq ahli juda ham zo'r, samimiy insonlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yedirasizmi yo? Masorasi. Tamam. Ana, o'zimizni domlalar. Shamol, 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 navdan egar,
Sayohatchi Ahmad Ali Xudoyberdi banihoya keldi, Zomin ko'priga yetdi. Sultona bundagi hayajon, bundagi o'ziga xos tebranishlar bosib o'tirmasdan namagani kelib turing. Ketdingmi? Ketdi. Ana, ketdi. Kuzatishda davom etib orqamdan keladigan zo'r ta'sir bor. Ham juda o'zini tashlash. Tashlaysizmi? Nima deysiz-ki? Tashlaymizmi? Bitta. Yo'q. Yo'q, bu yerda emas, Bu yerda emas, ne bor uchun. Hop, videoda davomida Xudoyberdi Ahmad Ali YouTube kanali sizlarga Zomindagi sim arqonda uchib ko'rsatadi. Albatta siz buni ko'rishingiz kerak. Hop. O'sha joydan narigi betga o'tamiz albatta. To'g'risi video qilmayman ketishdi. Chunki telefonim tushib ketib qoldi.